Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana shunday komfort avtobuslarda konditsionerlari yoniq issiq kunlarimizda qo'yilgan davlat tomonidan qo'yilgan Toshkent Moskva, Toshkent Sankt-Peterburg avtobuslarimiz xudo xolasa mana vatandoshlarimiz yo'lga chiqib ketmoqda. Akalar, ekranlargacha aka-ukalar O'zbekiston, Rossiya nomerlarini qo'yamiz. Murojaat qila olasizlar. Nomerlarga telefon qilsanglar, ma'lumotlarni beramiz. Qaysi kun qayoqqa chiqadi. Toshkent, Krasnodar ham bor, Rostov, Yekaterinburg, Kazan. Bu faqat Toshkent, Moskvaga ketmoqda. Mana aziz vatandoshlarimiz xudo xolasa yo'lga chiqib ketyapti mana. Komfortli avtobuslarimiz mana aka-ukalar. Ko'ra olasizlar mana. Opam mana qo'qondan achkiylar taqib, qurut to'ydi yoqdi, o'sha mana ketdi xudo xolasa. Avtobusimizning ichki holatlari mana yangi 2024-2025-yil davlat tomonidan qo'yib bergan avtobuslarimiz akalar. Murojaat qilaverasizlar aka-ukalar mana. Kelaverasizlar, ketaverasizlar. Zo'rmi akaxon? Gap yo'q aka. Zo'r. Qayerdan o'tirdingiz aka? Surxondaryodan keldim. Surxondaryodan keldingiz. Hozir qayerda turibsiz? Toshkentda, Qo'yliqda. Qo'yliq vodiy petayda. Ishonchli ekan akajon? Hozircha gap yo'q. Gap yo'q-a? Sog' bo'ling. Gap yo'q aka. Gap yo'q, sog' bo'ling. Mana Fayzullo, qayerga ketyapsiz uka endi? Shu yerdamiz, mashinamiz. Ketyapmizda. Mana Adahamjon ham mashina ekan. Qaraysiz Adahamjon. Sizlar ketyapsizmi? Mana akalar 2024-2025-yilgi yangi avtobuslarimiz konditsionerlari bilan issiq kunlarda maza qilib ketasizlar. Ekranlarga ishonchli raqamlarni qo'yamiz, murojaat qilaverasizlar aka-ukalar. Bemalol telefon qilsanglar, albatta men javob beraman. Ismim Zohidjon bo'ladi. Sog' salomat bo'linglar aka-ukalar.